karyeram davomida hech qanday sponsor bo'lmagan ham. Qanaqa pul topasiz, misol uchun? Yo boshqa biznes bormi? Qanaqa qilib homiylashtirasiz? Sponsor bo'lmagan hisobiga ham mani rekordim hozir 16 yil. Sababi men tez rekord qilsam, tez ushsam, tez karyeram qursam, yaxshiroq gonorarga chiqib olaman, yaxshiroq ligaga kirib olaman deb o'ylardim-da men u payt. Misol, meni menejerim Torino metroli bilan o'tgan paytimda bitta fransiyalik menejer yozgan menga. 800 bo'lsa, men sana 100 yo'q kiraman degan menga. Men u payt shu Torinodan biroz motivatsiya bo'ldi menga. Realni 800 bo'lsam 100 yo'q kiradi deb katta pul ishlayman deb bo'y qildim. Zeta men menimcha adashmasam 1 yil ichida 7 ta jang qilganman. To'xta, 10 yil bo'ldi degan. 10 ta qilganman. 12 ta qilganman. Xalasdan pul kelmayapti. Ya'ni 10 yil bo'lganimda ham normal pul topmaganman-da hali. Yaxshi gonorar. Atak aslan shu pul kelib turadigan joy. Shu Valensiyaga kirgandan keyin ozgincha ishlab, o'shani keyingi bo'lishini cho'zib, shunaqa ishlaymiz. Bir tomondan sponsor bo'lmagan taraf ham menga yaxshi bo'ldi, motivatsiya bo'ldi tezroq karyerani qurish uchun, shu yaxshi gonorarga chiqib olish uchun-da. Tushunmayman misol nima uchun biz o'zimiz uchun ushamiz-ku. O'zimiz uchun ushamiz, o'zimiz uchun pul topamiz. Sen hatto 15 ming turib yurganing uchun kimdir senga pastan sponsor qilib 1000, 2, 3, 4, 5 ming berish должен emas hech kim. Именно bizning sportda misol UFC'ga yoki Avstraliya ligaga chiqib ketsang, o'zi ko'tarib ketadi. Shunaqa. Просто unga chans hal, qiyinroq bo'lishi mumkin. Chiqib qolgandan keyin menimcha medika ham o'zi kiradi.